Ma'lumki 25-may sanasi yoshlar uchun unutilmas onlarni hadya etadi. Xususan respublikamiz, jumladan viloyatimizning barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tdi. Jarayonlarda jismoniy tayyorgarlik darajasi yuqori, sport sinovlarini muvaffaqiyatli topshirgan o'quvchi, o'qituvchi va murabbiylar ham taqdirlandi. Yuksak ma'rifatli avlod 3-Renessans poydevori degan ezgu g'oya asosidagi 11-sinf bitiruvchilari mustaqil hayotga va kelgusi maqsadlari sari kuzatildi. Mazkur jarayon tafsilotlari muxbirlarimiz lavhasida. 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar o'zining jismoniy imkoniyati, irodasi va intilishini sport maydonlarida namoyon etdi. Navoiy shahridagi 23-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham ixtiyoriy va maxsus tadbirlarni bajargan 10 nafar yoshlarga bugun tantanali ravishda ko'krak nishonlari hamda maxsus sport kiyimlari topshirildi. Bugungi e'tibor nafaqat bizga, balki barcha yoshlarga qaratilayotgan yuqori bahodir. Buning uchun prezidentimizga katta rahmat aytib qolamiz. Prezidentimiz bizlar uchun yaqinda tashabbuslarga binoan har bir viloyatda, balki tumanlarda ham o'nlab sun'iy ichim maydonlari va ularga yarasha kerakli asbob va uskunalarni yetkazib berdi. Buning uchun kattakon rahmat aytib qolamiz. Shu maktabda o'qiyotgan bo'lsam, shu paytgacha ancha musobaqalarga va sport yo'nalishlariga qatnashdim va ulardan faxrli o'rinlarni olib keldim. Kelajakda nafaqat jahon chempionatlari, balki olimpiadalarga qatnashib, oliy o'rinlarni olishga harakat qilaman. Tadbir davomida maktabda namunali sport klublari faoliyatini yo'lga qo'ygan o'qituvchi va murabbiylar mehnati ham munosib e'tirof etildi. Yoshlarni sportga jalb etishda faol bo'lgan ustozlarga ham ko'krak nishonlari topshirildi. Sport a'lochisi ko'krak nishonlari taqdirlandi. Bu nafaqat meni yutug'im emas, bu butun maktabning yutug'i. Xudo xolasa kelajakda bolalar bilan bundan ham zo'roqcha sportchilar sonini ko'paytiramiz. Mana bugun mamlakatimizda sportga bo'lgan e'tibor juda ham oshib bormoqda. Ommaviy sportlarni to'g'risida mamlakatimiz prezidenti katta farmonlar chiqargan. Bizning maktabda ko'plab sportchilar bor. Xudo xolasa ulardan juda chiroyli ishlaymiz. Bu bizga juda katta motivatsiya bo'ladi. Sog'lom avlod yurt kelajagining mustahkam poydevori. Bugungi e'tiroflar esa yoshlarning yanada faol, irodali va vatanparvar bo'lib ulg'ayishiga xizmat qiladi. Mana bugun bizda so'nggi qo'ng'iroq tadbirlar o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirda albatta sportchilar ham inobatdan chetda qolmadi. Ularni yil davomida erishgan yutuqlari, xususan shu 5 tashabbus olimpiadasida, bundan tashqari bir necha ichki va tashqi musobaqalarda qatnashgan o'quvchilarimiz munosib taqdirlandi. Prezidentimizning sportga bo'lgan e'tiborlari albatta kelajakda o'z mevasini berajak. Bu sport bilan birgalikda ilm fanni ham yuksaltirish oson bo'ladi, chunki biz aytganimizdek sog'lom tanda sog' aql. So'nggi qo'ng'iroq nafaqat xayrlashuv, balki yangi orzular, yangi g'alabalar sari qadamdir. Sport bilan chiniqqan yoshlar esa ertangi O'zbekistonning ishonchli tayanchi bo'lib kamol topmoqda.